Assalomu alaykum do'stlar, tuzimsizlar? Kunlar qanaqa o'tyapti? Xo'p, bugungi videomizda Tompik sayt haqida gaplashib o'tib ketamiz. Buni sayt haqida misol uchun qancha pul kirgizsak yoki kirgizilgan pulni qanchada o'zini qoplaydi, o'sha hammasi haqida bugun gaplashib o'tamiz bugungi videomizda. Xo'p, buning uchun Tompik saytimizga kirib olamiz. Xo'p, qayerda bitta narsa o'rgatib ketaman. Pik saytlarda ishlatganlar bo'lsa, yangi boshlaganlar bo'lsa yoki misol uchun kimdirlar bilmasligi ham mumkin. Qaranglar. Mana shu sizlar maslahat beraman. O'sha qayerda brauzerga masalan, misol uchun Chrome brauzer, Chrome'ga kirsanglar, shu Chrome deyiladi. Mana bu yoqda saytga kirgandan keyin, ana shu menyuga kirgandan keyin mana bu yoqda 3 ta nuqta bor. 3 ta nuqtaga bosib turib, ana keyin bosh ekranga qo'shishni bossanglar, sizlarda ham xuddi menga o'xshab mana bu yoqda asosiy ekranda paydo bo'lib qoladi sayt. Lekin bitta ustiga bosib turib saytga kirib ketasizlar. Har doim Chrome brauzerga kirib turib uni poyezga bermasdan. Xo'p, qaranglar do'stlar. Men hozir Tompik saytida silver darajasidaman. Silver darajasiga chiqish uchun men 100 ta tonni оборот qilishim kerak edi. Men оборот qilganman. 100 tadan sal-pal ko'proq tonni оборот qilganman-da menga silver уровень taqdim etilgan. Men endi bundan umrbod foydalanishim mumkin. Qachonki bu sayt yopilib ketguncha bitta narsa bu saytlar menimcha yopilmasa kerak hech qachon. Yopilmaydi. Men javob beraman. Nima deydi? Javob beraman debman, uzr do'stlar. Noto'g'ri gapirdim. Xullas, chunki xuddi shu saytning sherigi bo'lgan Tompik sayti ham taxminan bir 4 yildan beri bor-da. 4 yildan beri biron kishida eshitmadim men. Bu sayt odamlarni pulini uqlatib ketibdi, katta-katta summalarni to'lab bermabdi degan narsa eshitmadim. Endi bir ikkita odamlar aytgan, balansida pul o'zini yo'qolib qoldi. Qancha desam, misol uchun 50 tron, 60 tron. Endi bilmadim, hakkerlar hujumi bo'lishi mumkin. Yo qanaqadir bir saytdagi xatolik endi bo'lib qoladi-ku do'stlar. Ish bor joyda xatolik bo'ladi. U 50-60 tron misol uchun 150 ming, 200 ming so'm pul bo'ladi. Sayt u pullarga zor emas. To'g'risini aytaman. Saytda qancha o'zi pul оборот bo'ladi shundoq ham. Men videolarda ko'rganman, o'sha 3000, 4000 dollarlarni chiqarib ko'rsatgan odamlarni ko'rganman ko'zim bilan. Mas agar qiziqsanglar YouTube'ga yozsanglar chiqadi. Shuning uchun bu saytlarni mashinik, moliyaviy piramida deyish xato. Moliyaviy hech qanaqa moliyaviy piramida emas, investitsion sayt desa ham bo'ladi. Qaranglar, endi bu pullarni qanday оборот qilamiz desanglar, hozir uni ham aytib ketaman. Mana bu yoqqa bosib turib, game o'yinlar yoki games turadi sizlarda. O'zbekchaga o'tkazib olganman. Qaranglar, mana shu o'yinlarda kirib, bu asli qimor o'yinlari, lekin buni odamlar ikki xil maqsadda foydalanadi bu saytda. Qimor orqali pulini ko'paytirmoqchi bo'lgan odamlar bor. Bu endi lekin ikkinchi tanganing ikkinchi tarafi ham bor. Bu o'yinlar orqali pulini оборот qilib, mana bu yoqda levelini ko'tarib, просто tak har soatda o'sha bonusni olib yurmoqchi bo'lgan odamlar ham bor. Mana kirib ko'rsaman, misol uchun men kiryapman Dice o'yiniga. Mana tikish minimal summam shuncha, mana bosyapman. Men yutqizdim, pulimni yutqizdim deyman-da. Yana bitta bosaman, yutqizdim, deyman-da. Buni yoqda dagonni oshiraman, 2 barobar, 4 barobar tikdim. Men endi yutdim. Ana hatto ozgina foyda bo'ldi deyapman. Ana shu men hozir qimor orqali pulimni ko'paytirmoqchi bo'lyapman. Misol uchun hozirga qilayotgan ishim. Lekin boshqalar nima qiladi? Misol uchun sal kallani ishlatadi-da, men оборот qilishim kerak deydi. Оборот nima deysizlar? Mana shu yoqqa har bir tikilayotgan summalar оборотga kiradi. U nima qiladi? оборот qilmoqchi bo'lgan odam koeffitsiyentni misol uchun minimalkaga qo'yadi 1.01 sal kattaroq summa tikadi misol uchun bu yoqqa. Mana shunchalar tikatdi, aytaylik. Ketdi mana. Bu yoqdan kubik avtomatikka qo'yadi, kubik aylantirish. Mana. Prosta qaranglar, summa tikilyapti, lekin kamdan kam yutqizish bo'ladi. Bitta yutqizish bo'lsa ham, xo'p. Xo'p do'stlar, menga eshik taqillab qoldi, eshikka qaragandim. Shuning uchun videoni to'xtatib qo'ydim bir. Xo'p, qaranglar, birinchi aytganimdek, bu saytda ikki toifa odam bor. O'sha birinchi toifani o'zi aytaman, unaqa odamlar juda ham ko'p, ishoninglar. Birinchi toifa odam mana shu o'yinlardan pul ko'taraman deb o'ylaydi. Ayrimlari ko'taradi, ayrimlari pul yutqizadi. Men hech kimga maslahat bermayman. Mana shu saytda pullarni qimorlardan ko'paytirishdi. Ikkinchi toifa odam nima qiladi? Bu saytda o'sha o'yinlarda deganim, o'yinlarda pulini оборот uchun ishlatadi. O'zi boshqa imkon ham yo'q. Mana qaranglar, hozir men kirib ko'rsaman. Mana men misol uchun 100 ta оборот qilganman. Bu qanday qilinadi desang, tamom mana shu o'yinlar gamesdan оборот qilinadi. Misol uchun men kiryapman bu yoqqa, har bitta tikayotgan summam оборотga kiradi. Misol uchun men hozir
yutsam ham, yutqizsam ham оборотga kiradi. Shuning uchun kallasi ishlaydigan odam mana bu yoqda koeffitsiyentni eng eng pastiga qo'yadi-da, bu yoqda misol uchun pul tikadi. Mana avtomatikka qo'yadi. Ketyapti, o'zi avtomatik pul tikyapti. Qaranglar, yutqizish aytaylik har 20-30 martada bir bo'ladi. Mana bir marta yutqizildi, kamdan kam yutqizish bo'ladi. Shuni hisobiga оборот ko'p bo'ladi mana. Bu yerda kam-kam yutuq bu uncha hech nima emas, lekin оборот shunga yarasha ko'p bo'ladi. Misol uchun uje qaranglar, mana 27 ta, почти 30 ta tikib qo'ydi, to'g'rimi? Shuni hisobiga оборот qilinadi. Bu yerda har bitta mana tikilayotgan summa оборотga kiradi. Ko'rib oldinglar do'stlar, оборот qanday qilinadi? O'sha оборот qilishning yo'llari ko'p. Misol uchun ruletkadan qilinadi, shu Dyson ham qilsanglar bo'ladi. Lekin mana bu ruletka o'yinida hop hozir kirib ko'rsataman. Mana ruletka o'yinida sizlar bitta ton yo'qotib turib 37 ta tonni riskovat qilmasdan оборот qilsanglar bo'ladi do'stlar. Bu narsani men undan oldingi videomda ko'rsatganman. 18 daqiqalik video bor. O'shani o'tkazib kerakli joyini ruletkani topib olsanglar, aytib o'tib ketganman. Bu narsani kimdir kommentariyaga yozmanglar. Buni hamma biladi-ku. Men bilmaydiganlar uchun aytyapman. Bu saytda yangilar bo'lsa, masalan, endi boshlayotganlar bo'lsa yoki bilmaydiganlar bo'lsa, bila olish uchun. Qaranglar, men 100 ton qaranglar оборот qilganman. O'shaning uchun qancha ton depozit qilganman deb o'ylaysizlar? Qancha ton ketgan? Hozir hisob-kitob qilib beraman. Aytganimdek, bitta ton yo'qotib, mana bu o'yinda biz 37 ta ton оборот qila olamiz. Men esa 100 ta оборот qilganman, shunga yarasha depozit ham qilganman. Hisob-kitob qilib depozit qilganman mana. Ko'rsataman. Bu mayda-mayda summalar test uchun depozit qilib ko'rganman, kelib tushgan. Mana bu 2.7 ta asosiy pul. Xo'p do'stlar, uzr. Mana 2.7 ta ton depozit qilingan. Keyin mana ishonch hosil qilish uchun bo'lib ko'rsataman. 100 ta оборот qilganman. Buni bo'lamiz 2.7 ta tonga. Mana ko'rishlar mumkin. Bitta ton ketkizib 37 ta оборот qilsa bo'lar ekan, demak bemalol. Endi ishonch hosil qilib oldik. Xo'p do'stlar, men sizlar uchun bitta zo'r narsa taqdim qilmoqchiman. Qaranglar, bu yoqda hamkorlar bo'limi bor. O'shanga kirsam qaranglar. Men referallar, ikkita referalim bor ekan bu yoqda. Ikkita referalim, lekin men общий daromad qilganman hamkorlar bo'limida 0.72 ta. Bu aynan ikkita referaldan qilingan degani emas. Men qo'shimchasiga yana turibdi. Qabul qilishni bo'lsa, mana balansimga o'tadi ana shu pullar. Xo'p, sen ikkita referaling bor ekan, qanday shuncha daromad qilgansan? Yo'q, mana qaranglar, o'zi ikkita referalim bor. Mana ular bittasi 19 marta, bittasi 11 marta kapcha olgan. Undan tashqari juda kam games o'ynagan. Undan tashqari ularning уровень ham stone. Hech qachon ikkita referaldan uncha pul kelmaydi. O'zi matematikaga ham to'g'ri kelmayapti, bu narsa haqiqatga ham to'g'ri kelmayapti. Qaranglar, men referallarim uchun 100% cashback yo'q qo'yganman. 100% cashback. U nima desanglar, misol uchun menga kimdir referal bo'lsa, ular har bitta olayotgan kapchasini 50% ni sayt menga bonus qilib beradi. Ulardan olib bermaydi, to'g'ri, o'zining cho'ntagidan to'laydi sayt. Misol uchun men o'sha referallarni chaqirganim uchun. Xo'p, do'stlar, 1 minut, telefonim. Xo'p, do'stlar, telefonim yaxshi ishlamay qoladi, ekrani ba'zi-ba'zida. Shunga uzr. Xo'p, do'stlar, uzr, telefonimning ekrani yaxshi emas, ba'zida yaxshi ishlamay qoladi, shunga problem bo'lib qoldi. Aytganimdek, sizlar kapcha o'ynayapsizlar, kapchalarning yarmiga teng bo'lgan tonni, misol uchun aytaylik, mana qisqa qilib tushuntiraman, kalkulyatorga kirib turib, sizlar общий kapchadan bitta ton ishladinglar, to'g'rimi? Meni referalim bo'lib turib bitta ton ishladinglar. Menga общий demak sizlarning orqangizdan 0.5 ton foyda keladi. Sizlardan cho'ntagingizdan olib bermaydi sayt, menga o'zi bonus beradi, o'zining cho'ntagidan. Sizlar bu yoqda hech qanaqa bir tiyinsiz qolib ketasizlar, misol uchun. Lekin men o'sha narsani qilmaganman, sizlarga imkoniyat yaratib qo'yganman. Tak. Qaranglar, mana bu yoqda 100% cashbackni olib qo'yganman, 100%. Bu nima degani? O'sha mendan sizlarga keladigan 0.5 ton bor-ku, hozir aytib o'tib ketdim, to'g'rimi? Sizlar общий bitta ton ishlasanglar kapchadan, menga sayt o'zidan 0.5 ton bonus beradi dedim. Ana shu 0.5 tonni o'zingizlarga qaytarib qo'yganman. Menimcha tushunarli bo'ldi. Sizlar demak xulosa qilish mumkin, saytda 1.5 marta ko'proq pul ishlaysizlar, qachonki menga referal bo'lsanglar, do'stlar. Endi sizlar keyin tikayotgan summalardan, masalan, оборот qilgan pulingizlardan 0.4% keladi. Bu hech nima emas. Qaranglar, даже 0.5% emas, 1% ham emas. Masalan, sizlar 100 ta ton оборот qilsanglar, menga 0.4 kelar ekan. Atak yomon emas, menga ham kelar ekan. Nimaga kelishamiz? Agar kim referal bo'lib, demak,
оборот qilib kapchadan pul ishlayman desa, mana sizlar uchun tayyor 100% keshbekni o'qib qo'yaman. Agar lichkamga yozsanglar, aka emasni yoki aka yoki uka emasani referalingman, оборот qilib, misol uchun silverga chiqdim yo bronzaga chiqdim. Menga pul kelgan sandan, qara, оборот qilganim uchun senga pul kelgan, mana ko'rishing mumkin desanglar, men qarayman, rostdan ham shunaqa bo'lsa, men sizlarga tashlab beraman. Chunki sizlar misol uchun qaranglar, mana darajanglar ko'rinadi. Menga referal bo'lsa, misol uchun mana bu referallarni darajasi stone. Misol uchun sizlar silverga chiqsanglar, ko'rinadi bu yoqda menga silverga chiqqanlaringiz. Shuni hisobiga keyin оборот qilgan pulinglarni ham tashlab beraman o'zingizlarga. Bir og'iz hech kimga yozsanglar. Shuning uchun mana referallar uchun ikkita tayyor imkoniyatni qo'yib berdim. Mana birinchisi kapchadan polni o'zingizlarga refbek 100% qo'ydim. Ya'ni kapchadan 1,5 marta ko'proq pul ishlaysizlar. Ikkinchisi mana aytganimdek, оборот qilsanglar 0.4% ni o'zingizlarga qaytarib beraman. Menga misol uchun kerak emas. Qachonki bir pulga zo'r bo'lib qolsam, endi odamzodni boshiga har narsa tushishi mumkin, aytib bo'lmaydi. O'shanda sizlardan so'rayman, har bittalardan, hechkilardan iltimos, mana shuni 100% emas, bir 50% yo 60% qo'yay deyman. Shundan ham sizlardan rozilik olib, agar rozi bo'lsanglar, ko'p kishi ovoz bersa, rozilikka ana keyin buni o'zgartirishim mumkin. Ungacha bu o'zgarmaydi. Men javob beraman. Mana YouTube'ga video chiqyapti mana shu gapim. Xo'p, menimcha tushuntira oldim degan umiddaman. Qanday оборот qilinadi? Bu toifa, ikki toifa odam bor bu saytda. Birinchisi qimordan pul ko'tarmoqchi bo'ladi, ikkinchisi shu o'yinlar orqali pulni оборот qilib, oyoqdan tayyorgina kapchadan pul olib yuraveradi. Endi hisob-kitob qilaylik. Sen misol uchun vaqting ketg'izyapsan deyishinglar mumkin. O'zi shunga yarasha pul topasanmi? Yo'q, hozircha juda kam men ishlatgan puldan. Misol uchun men silver urovingdaman. Buning uchun menga 2.7 ta ton ketdi. Men soatiga mana bunchadan ola ekanman. Hozir hisob-kitob qilamiz. Ko'rishingiz mumkin 0.22015 ekan. Xo'p, kalkulyatorga kiramiz. Hisob-kitob qilishni boshlaymiz. Men 0.0015 buni ko'paytiraman. Bir kunda men 15 marta olsam o'rtacha, buni ko'paytiraman 1 oyga 30 ga. Mana 0.67 ton olar ekanman. Bu kam-ku вообще, bo'lmaydi buning deyishinglar mumkin. Men aytganimdek hamkorlarga kirib ko'rsataman. Men aytdim-ku sizlarga, kim menga referal bo'lsa 100% lik keshbekni olib qo'yaman. Sizlar kapchadan 1,5 marta ko'proq pul ishlaysizlar dedim. E'tibor bergan bo'lsanglar, men общий daromadim 0.72. Men kimgadir referal bo'ldim. Misol uchun bitta tanishimga referal bo'ldim, aytdim, men uchun 100% keshbekni o'qib qo'yasan dedim. U xo'p dedi. Tamom, gap yo'q dedi. Men shuni hisobidan saytda 1,5 marta ko'proq pul ishlayapman. Mana shuni hisobiga общий 0.72 ishlab qo'ydim. Bu menimcha yomon narsa emas. Undan tashqari men birdaniga 100 ta tonni оборот qilganim uchun ham sayt menga qanchadir bonus berdi. Men shu yerdan bonus olar ekanman. Mana bonuslarim shu yoqqa qo'shiladi, общий 0.72. Menimcha tushundinglar degan umiddaman. Xo'p, kelasi hisob-kitob qilamiz. Endi 0.67 ishlaykanman. Endi yana bonuslarim bor. O'sha aytgan odamim menga 100% keshbek yoqib qo'ygan. 0.67 ni bo'lamiz. 0.675 edi to'g'rirog'i. 675 ni bo'lamiz 2 ga 0.33. Xo'p, 0.675 qo'shamiz 0.33 edi. Demak, men bir oyda bemalol bitta ton ishlay olaman. Ko'rdinglarmi? O'sha referallaring bilan kelishib olsanglar, kimgadir referal bo'lmoqchi bo'lsanglar, o'sha sizlar uchun keshbekni yo'q bo'lsa qanchalik yaxshi. Sizlar 1,5 marta ko'proq pul ishlaysizlar, ya'ni 1,5 marta ko'proq, tezroq pul ishlaysizlar degani bu degani. Demak, aytganimdek, kim menga referal bo'lsa, misol uchun aytganimdek kapchadan 1,5 marta ko'proq pul ishlaydi. Agar kim saytga tushunmasa, hali yangi bo'lsa, menga lichkamga yozsa, men lichkamga Telegram kanalimni ham lichkamni ham o'sha kommentariyada qoldiraman. Agar lichkamni qoldira olmasam, Telegram kanalimni qoldiraman. Telegram kanalimga o'tib olsanglar, biosida meni o'zimni lichkam bo'ladi. O'sha lichkamga yozsanglar, misol uchun uka yoki aka, qanday ro'yxatdan o'tishim mumkin, sani referaling bo'lishi uchun nima qilishim kerak? Misol uchun tushunadigan odam bor, tushunmaydigan odam bor. Shunga aytyapman. Tushunmaydigan bo'lsanglar, qayergadir men lichkamga yozsanglar tushuntiraman. Misol uchun aka, shuni qilsangiz meni referalim bo'lasiz yoki men mana ro'yxatdan o'tish kerak. Tushunmaydigan joylar bo'lsa, shunaqa tushuntirishga harakat qilaman. Endi kelib pul chiqarib ko'rsataman. O'zi pul deyotibsan deb aytibsizlar, kapcha deyotibsan, pul chiqarib bo'ladimi deysizlar. Mana pul chiqaramiz. Mana pul yechish degan joy turibdi. Mana bu yoqqa ekosistem ton sistemasi chiqarsa bo'lar ekan, boshqa sistemasi yo'q. Mana bu yoqqa yechish manzil yozilar ekan, adres yozilar ekan, bu yoqqa tag yozilar ekan, bu yoqqa qancha pul yechmoqchi bo'lganimiz yozilar ekan.
keldi. Mana FastPay'ga men hozir FastPay degan kошелек bor. O'shanga chiqaraman. Keyingi videolarda batafsil o'sha FastPay'dan qanday pul yechsa bo'ladi, qayga sotsa bo'ladi, qanday o'zbek kartaga chiqarsa bo'ladi, o'shalarni ham video qilaman. Xo'p, men depozit withdrawalga kiraman, tonni topaman bu yoqdan. Ton 3 ta nuqta depozit. Mana qaranglar, bu yoqqa rozilik bildiryapmiz. Rozilik bildirish kerak ekan endi. Mana biz depozit adresimiz va bizni memoyimiz, tagimiz. Depozit adresni kopировать qilamiz, skачать deyapman, uzr. Xo'p, saytimizga kiramizda pul yechish. Bu yoqqa yechish adresimizni qo'yamiz, bu yoqqa kopировать qilgan. Bu yoqqa tagimizni kopировать qilamiz. Xo'p, do'stlar, chiqib ketib qoldi. Hozir 1 daqiqa. Ikkita sayt ham bitta brauzerda joylashgani hisobiga bizda problema bo'lyapti ozgina. Mana buni kopировать qilib biz Telegramga qo'yib turaylik saqlangan xabarlarga. Xo'p, do'stlar, videoni pauza qilib turaman, cho'zilib ketishi mumkin chunki. Xo'p, mana biz FastPay'dagi adresimizni yozdik, tagimizni yozdik. Qaranglar, kimdir agar birjalarga chiqarmoqchi bo'lsa, tag yozish esingizdan chiqmasin. O'sha birjada ham depozit adresinglar bilan birga o'zini tag memosi bo'ladi. O'shani yozish esdan chiqmasin, bo'lmasa pulinglar havoga ketadi. Xo'p, mana yoziladigan narsalarni yozdik. Bu yoqda chiqarmoqchi bo'lgan summamizni yozdik. Hammasini chiqarmoqchimiz. Bo'lib yechishga bosamiz. Xo'p. Birinchi marta pul chiqaryapmiz, do'stlar. Qaranglar, iltimos elektron pochta orqali yuborilgan havolani bosing deyapti. Biz elektron pochtamizga pul kelgan ekan. Pul deyapman, ana uzr do'stlar. Chalkashib ketdim. Havola keladi, silka kelgan bo'lishi kerak. Xo'p, mana shu akkauntimiz ulangan elektron pochta qaysi biri edi? Trompik.io shumidi? Ha, mana shu ekan. Mana bizga hozirgina kelgan 1 daqiqa oldin. Mana confirm, rozilik bildiryapmiz biz. Rozilik bildiramiz, saytga o'taveradi, o'shanday mana. Yechib olishni tasdiqlash. Mana yechib olish so'rovingiz muvaffaqiyatli tasdiqlandi. Uyga qaytishni bossangiz bo'ladi deyapti. Mana bosdik mana. Bizdagi kutilmoqda. Endi qaranglar, hozir 14:27 vaqtinchalik kutib turamiz. Videoni pauza qilib turaman, keyin pul kelib tursa, men videoni davom ettiraman yana. Xo'p, do'stlar, mana ko'rishlar mumkin. O'sha yechishga qo'ygan pullarimiz kelib tushdi. Arzimagan 2 daqiqaga ham bormadi, do'stlar. To'g'risini aytaman, 2 daqiqaga ham bormadi. Men saytga ham kirib ko'rsataman. Mana pul yechishga kirsak, istoriyamizda turibdi mana. O'sha 14 tonimiz mana yechilgan. Aytgancha komissiya ham olib qoladi, ozgina, bu ko'p emas, misol uchun ozgina komissiya olib qolgan ekan, 0.10 mingdan 5. Hech qancha emas. Xo'p, do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. O'sha sayt haqida gapirib o'tib ketdim. Bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, обязательно esdan chiqmasin. YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosinglar, kommentariyada qanaqadir bir taklifinglar bo'ladimi, biror izohinglar bo'ladimi, savolinglar bo'ladimi? Agar qanaqadir bir tushunmaydigan savolinglar bo'lsa, men o'sha videoni kommentariyasiga o'tsanglar, Telegram kanalini ham qoldirgan bo'laman birdaniga. Telegram kanaliga o'tsanglar, mana lichkam topishinglar mumkin o'sha yerda. Qanday savolinglar bo'lsa, bemalol savol bersanglar, qo'ldan kelguncha yordam berishga harakat qilaman. Do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.